Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. Nega migrantlar Rossiyani ommaviy ravishda tark etmoqda? Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Qo'shni davlatlardan kelgan dvorniklar va qurilishdagi ishchilarning tanish qiyofasi asta-sekin o'tmishga aylanib bormoqda. Yillar davomida migrantlarni jalb qilish orqali ishchi kuchi yetishmovchiligini hal qilib kelgan Rossiya jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xorijiy ishchilar oqimi tarixiy eng past darajaga tushdi. O'tgan yilning dastlabki 9 oyida mamlakatga atiga 88.900 kishi kirdi. Bu oldingi 10 yilliklarga nisbatan juda kam ko'rsatkich. Mutaxassislar migrantlarning asosiy sababi sifatida iqtisodiy omillarni keltirmoqda. Rublning zaiflashishi va narxlarning keskin ko'tarilishi tufayli Rossiyada ish haqi jozibador bo'lmay qoldi. Shu bilan birga ishchi kuchining 87%ni tashkil etuvchi Markaziy Osiyo mamlakatlari O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston faol ravishda o'z zavod-fabrikalarini qurib, infratuzilmasini rivojlantirmoqda. Daromadlar o'rtasidagi tafovut kamayib bormoqda va ish haqidagi oz farq uchun minglab kilometrlarni bosib o'tish endi ko'pchilik uchun mantiqsiz bo'lib qoldi. Moliyaviy masalalardan tashqari, hukumat siyosatining qattiqlashishi ham rol o'ynadi. Rasmiylar hujjatlarni rasmiylashtirishni qattiqlashtirdi va xavfsizlik tekshiruvlarini kuchaytirdi. Yangi qoidalar ijtimoiy nafaqalarga ham ta'sir ko'rsatdi. Endi tug'ruq kapitali faqat Rossiyada tug'ilgan bolalarga beriladi. Bundan tashqari, bir qator jinoyatlar endi fuqarolikni darhol bekor qilish va deportatsiya qilish xavfini tug'diradi. 2022-yildagi qisman safarbarlik ham qo'sh fuqaroligi bo'lgan migrantlarning mamlakatga kelishiga to'siq bo'la boshladi. Chunki Rossiya pasporti endi avtomatik ravishda egasini harbiy xizmatga ro'yxatdan o'tishga majbur qiladi. Ko'pgina potensial migrantlar uchun bu yoqimsiz surpriz bo'ldi. Boshqalarni hamma Rossiya fuqaroligini olishga ishtiyoqini so'ndirdi. Mamlakatda qolgan chet elliklar endi qurilishda yoki dvornik sifatida arzon ishchi kuchi bo'lishni xohlamaydi. Ishchilarning yanada qulayroq sohalarga oziq-ovqat yetkazib berish, kuryorlik xizmatlari va chakana savdoga ommaviy ravishda ko'chib o'tishi kuzatilmoqda. U yerda ish sharoitlari yaxshiroq va ish haqi ko'pincha yuqoriroq. Bunday vaziyatlarda ish beruvchilar muqobil yo'llarni izlashga majbur. Ba'zilar Shimoliy Koreya yoki Afrika mamlakatlaridan ishchilarni jalb qilishni ko'rib chiqsa, boshqalari esa avtomatlashtirishga tayanib, qo'l mehnatini robotlar bilan almashtirish niyatida. Davlat dumasi eski migrantlarga modelining davri o'tganini ta'kidlamoqda. Deputat Mixail Delyagin ishchilar ish haqining katta qismi vositachilar qo'liga o'tib ketishiga olib keladigan korrupsiya sxemalarga ishora qiladi. Shu bilan birga deputat Oksana Dmitriyeva migrant ishchilarning katta oqimiga ehtiyoj sun'iy ravishda oshirib yuborilganini va mamlakatga past malakali ishchilarni almashtirishga qodir malakali mutaxassislar kerakligini ta'kidlamoqda. Biroq migrantlarni boshqa chet elliklar yoki robotlar bilan to'liq almashtirish g'oyasi ular o'ylaganchalik oddiy emas. Yangi mamlakatlardan kelgan ishchilar ham o'qitish, hujjatlarni rasmiylashtirish va uy-joy bilan ta'minlash, til muammolarini yo'qotishi lozim. Bu esa vaqt va pulni talab qiladi. Robotlarga kelsak, avtomatlashtirish barcha sohalar uchun mos emas. Qurilish, uy-joy kommunal xizmatlari va qishloq xo'jaligi hali ham mashinalar hali to'liq bajara olmaydigan ko'p qo'l mehnatini talab qiladi. Bundan tashqari, texnologiyalarni joriy etish katta investitsiyalarni talab qiladi. Bu esa har bir ish beruvchining qo'lidan kelmaydi. Shuning uchun migrantlarni tez va to'liq almashtirish haqida gapirishga hali erta. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. O'zbekiston TIVda Rossiya elchisi bilan migratsiya masalalari muhokama qilindi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abullayev Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Aleksey Erxov bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda mehnat migratsiyalarining qonuniy manfaatlarini himoya qilish, tekshiruv va reydlar davomida ularning huquqlarini
poymol qilish va kamsitishga yo'l qo'ymaslik prinsipial ahamiyatga ega ekanini ta'kidlandi. Tomonlar migratsiya jarayonlarini tartibga solish, qonuniy mehnat faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish hamda ikki tomonlama konsullik maslahatlashuvlarini doimiy ravishda o'tkazib borishga kelishib olishdi. Manba Migrant Mobil. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya arzonroq ishchi kuchini qidirmoqda. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Rossiyada tobora ko'proq ish beruvchilar MDHdan kelgan an'anaviy migrant ishchi kuchidan voz kechib, Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyodan ishchilarni yollashni boshlamoqda. Bular qatoriga Hindiston, Bangladesh va Xitoy fuqarolari kiradi. Bu o'zgarishning asosiy sababi puldir. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan migrantlar so'nggi yillarda yuqori maosh talab qila boshlagan. Ular tobora ko'proq oyiga $1000 va undan yuqori daromad so'rashmoqda. Ko'pgina kompaniyalar, ayniqsa qurilish, logistika, qishloq xo'jaligi va tozalash sohalarida bunday xarajatlar juda katta bo'lib bormoqda. Shu bilan birga Osiyo mamlakatlaridan kelgan ishchilar kamroq, taxminan oyiga $700-800 ga ishlashga tayyor. Bu biznes uchun sezilarli tejashni anglatadi. Shuning uchun ish beruvchilar tobora ko'proq Osiyoga qarab, xarajatlarni kamaytirish va foydani saqlab qolishga harakat qilmoqda. Biroq bir ishchini boshqasi bilan almashtirish ham yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Osiyodan kelgan ko'plab ishchilar rus tilini kam biladi yoki umuman bilmaydi. Bu esa ish beruvchilarni tarjimonlar va o'qishga vaqt hamda pul sarflashga majbur qiladi. Hujjatlarni rasmiylashtirish, uy-joy bilan ta'minlash va kundalik hayotni tashkil qilishda qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bundan tashqari, bu ishchilarning ishga, intizomga va xavfsizlikka yondoshuvi odatiy yondashuvdan farq qilishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bu odatiy bozor reaksiyasi. Ishchi kuchi narxi oshganda biznes arzonroq muqobilini qidiradi. Ularning fikricha, kelgusi yillarda kompaniyalar tobora ko'proq aralash jamoalarni tashkil qiladi va turli mamlakatlardan kelgan migrantlarni ish bilan ta'minlaydi. Migrantlar uchun bu raqobatning kuchayishini anglatadi. Ish o'rinlari kamayib bormoqda va talablar qattiqlashmoqda. Ish beruvchilar tobora pastroq ish haqiga ishlovchi va yangi sharoitlarga tezroq moslashishga tayyor bo'lganlarni tanlamoqda. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz.